berarmisiz? 3. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Oltinko'l tumani Yangiot mahallasi ishimizni yakunladik. Xo'p, bu joyimizga 96 kvadrat tunika расход kvadrat material ketdi. Xo'p, shu kvadrati bu joyimizda shapka qismi, ichkari ayvon qismi usullarini ham chiroyli holatda yakunlab berdik. Bo'lmasa 130 ming so'mdan 0.37 tunikada bo'ldi shu joyimiz. Ichkarilarni ham olib baho bering. O'rtacha taraflarda bloklari ham bo'lgan, bu taraf bloklari ham bo'lgan. Juda go'zal holatda bo'lib bitdi. Lustralarni ham o'rnatib berdik xizmatimiz ichida. Bekalga. Bu shapkamiz 1.28 chiqqan shapkamiz. Shu ko'rinishda bo'ladi. Qoshiq qismidan qochgan holatda bo'lib. Usullariga ham yaxshi olib kelgan. Baquvvat qilib usullarni go'zal holatda qilib shaklimizni scrollning navon holatda bo'ldi. Chekalariga mokriy lentalarni chiroyli tortib berdik. Xizmatlar bo'lsa nomerlarni 067 11 raqamdagi murojaat bo'ladi. Belangizni ham chiqarib beramiz. 91 chodirlar 287 20. Vodiy bo'ylab xizmatlar. Bitta vodiy bo'ylab xizmatlar. Vaqa kirib olavering. Kamerachi. Ayvondan ichkaridan ko'rinish mana. Juda yaqin masofadan olinyapti videolar. Yaqinning go'zalligi o'zi bilinib turibdi. Ideal holatda bo'lgan. WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24/7 aloqadamiz. Sog' bo'linglar.